Xazinem Tor Til Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımizga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Güzel demlerde yeni uçraştık. Men dostunla Almira To'xti. Aktiv energiyali kishilarga yaqinlashing. Aktiv energiyali kishilarga yaqinlashib, ular bilan do'st bo'lganda ondan ko'ngli ko'ksi keng bo'lib, yaxshi ro'y holatga ega bo'lg'ul bo'ladi. Ular bilan birga bo'lsangiz, ondan texmi go'zal kelgusiga erisha olasiz. Hargizmi sizni charchatadigan odam bilan aralashmang. Hamma ishdan og'rinadigan ichi tor, hamma ishga kirishib oladigan kishilarning boshqalarga yetkazdig'ini passiv kayfiyat. Bunday kishilar bilan birga bo'lsangiz, vaqt uzargan sari sizmi passiv odamga aylanib qolasiz. Turmushga nisbatan hech qanday qiziqligingizmi qolmaydi. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni yo'qaydi. Agar baxtli bo'lay desangiz, o'zingizni baxtli his qildira oladigan odam bilan chiqishib o'ting. Qizg'inligi yo'q, olg'a intilmaydigan odam bilan birga bo'lmang. Ular faqat to'xtamay zorlanib, og'irnishni o'ziga hamroh qilib, vaqtni behuda ishlarga sarf qiladi. Lekin aktiv energiyalik odam bilan birga bo'lsangiz, turmushning go'zalligini bayqaysiz. Hayotiy kuchga to'lasiz. Yangi shaylarni sinab beqishga jur'at qila olasiz. Mayli qanday qishga yo'liqishingizdan qat'iy nazar, hamma ishlarga umidvorlik bilan yuzlana olasiz. Aktiv energiyalik kishilarning ko'pinchisi axloq fazilatlik, yaxshi, yuqori tarbiyaga ega kishilardir. Ular ushaq-tushaq kishilar bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Cho'nglarni hurmatlaydi. Boshqalarga yordam berishni xushallik deb biladi. Ular ochiq yo'ruq, keng qo'rsoq bo'lib, butun vujudi bilan yaxshilikka intiladi. Pul, mol va manfaatni deb boshqalarga ziyon yetkazmaydi. Oddiy sotta odam bo'lib, kishilarga samimiy muomala qiladi. Ular bilan birga bo'lsangiz, bexatarlik tuyg'usining nimaligini bila olasiz. Aktiv energiyali kishilar bilan birga bo'lsangiz, dunyoning nihoyat cho'ng ham go'zal ekanligini bayqaysiz. Aktiv energiyali kishilar bor, ular siz bilan birga terishidi. Nurg'un ishlarni siz bilan tang davomlashtiradi. Voz kechmoqchi bo'lganda sizni ilhomlantiradi. Xato ish qilganda sizni tuzitadi. Qiyinchilik oldida bo'lsa, ular hal qilib, oxirigacha bardoshlik berib, sizga yaxshi ulgu tiklab beradi. Aktiv energiyali kishilarga yaqinlashing. Odam hayotida qanday odam bilan birga bo'lsa, shunday odamga aylandi. Aktiv energiyaga ega odamga yaqinlashing. O'zingizni og'irnishdan yiroq tuting. Passivlikni tugiting. Turmushni ma'nilik, esil o'tkazing. Kishilik hayotni ma'nilik o'tkazishga tirishing.